Aziz do'stlar, bu ikkinchi issiqxonamiz. Ikkinchi issiqxonamizda 3,5 sotixdan iborat issiqxonamiz. Bu yerda 2400 ta ko'chat ekilgan. 2400 ta 1200 ta ko'chatimiz Solxyang, 1200 ta ko'chat Kingsbury navlaridan ekilgan. Kingsbury ko'chatlarimizni перезагрузка qildik. O'sha hosillari yulib tashlanib, barglari yulinib, bahorgi mavsumga start berdik. Solxyanglarimiz ham xuddi shunday. Bundan juda ko'p hosil terdik. Solxyangdan qish bo'ylab juda yaxshigina hosil terdik. Mana shu shodalar, barglar olingandan keyingi gul shodalari sal kichikroq bo'lib, maydaroq bo'lib chiqyapti. Yana xudo xolasa yangicha yirikroq hosillarimiz chiqishni boshlaydi. Qulupnaylarimiz va qulupnaylar orasida mana shunday pomidorlar ekib qo'ydik. Pomidorlar bu Dantina navi pomidor. Dantina navli. Bu 26 fevral kuni ekildi. Shuncha biz kechroq ekdik. Kechroq ekish sababi yana qulupnaylarimiz hosil tuyishni boshlaydi. To pomidorlarimiz o'sib baland bo'lguncha qulupnaylarimizdan biz narx-navo qimmatli vaqtida maksimalniy daromad qilib olamiz. Narx-navo tushgandan keyin qulupnaylarni olib tashlaymiz tagidan. Bir sidirma o'rib tashlaymiz va pomidor darshi pomidordan daromad qilishni boshlaymiz. Ko'chatlarimiz oralig'i 30 santimetrga ekilgan. 30 santimetr. Mana shu yerda 6 ta gatimizda 1000 ta ko'chat ekilgan. 1000 ta pomidor ko'chatlari ekilgan. Qulupnaylarimiz shuni kalibrovka qildik. Kalibrovkadan keyin yana hosil tuyishni boshlagan. Keyin 10-15 kunda bu yerdan ham chiqishni boshlaydi. Mana shunday qulupnaylarimiz ketyapti holati. Bu qulupnaylarimiz ham noyabrdan beri 20-noyabrda birinchi terimni qilganmiz. 20-noyabrdan terim qilyapmiz. Va bu yerda pomidorlar ekildi. May oyigacha xudo xolasa qulupnaylardan daromad qilish niyatimiz bor. May oyida pomidordan daromad, may oyidan keyin pomidordan daromad qilish niyat bor. Bu yerda suv zaxiramiz bor. Suv zaxiramiz 3 tonna ketadi. Har 2 kunda 2 kun 3-kun oziqali suv berilyapti. Kaliy, monofosfat kaliy, magniy sulfat, temir qilib qulupnaylarimizga beryapmiz. Ikkita issiqxonamizga. Issiqxonamiz termiz qilingan. Mana termizimiz kunduz kuni ochib qo'yamiz. Qish bo'ylab отопление sistemamiz bor edi. Отопление sistemamiz shunday kelib to'plab bo'lishinglar. Va aslida keyingi yilga yerda tayinlan tashlanadigan rejalashtirib qilingan. Agar shunday bo'lsa ham shu to'plab pollar yaxshigina graduslarni ushladi. Yaxshigina ushlab berdi. Arimiz bor changlatishga. Ari bilan changlatamiz. Oddiy ari qo'yganmiz. Oddiy ari ham chiroyli changlatyapti. Arilar chiqmagan kunlari instrument bor. Fenda, streytilni fenda shamol orqali changlatamiz. Radiator qo'yganmiz. Normalniy to'pli pollarga qo'shimcha radiator. Radiatorimiz yaxshigina qishga faslda isitib berdi. Mana shunday qulupnaylarimiz. Bu Solxyang navi va Kingsbury navi. Bu soxta un shudringni juda moyillik qilar ekan. Ozgina soxta un shudring qiynadi. Kingsbury navida ko'p soxta un shudring tushdi. Shuning uchun uni davolash maqsadida gullari, mevalari doim barglari bilan yulinib, uni chiroyli qilib davoladik.
kimyoviy ishlov qildik. Kimyoviy ishlovdan keyin mana shunday hosillarimiz уже gullab donga o'tmoqda. Xudo xolasa bu martda oxiri, aprel oylariga chiroyli hosil beradi. Kingsburydan ham qishi bo'ylab hosil terildi. Bundan ham yaxshigina daromad qildik. Keyingi etapga hammasi перезагрузка qilingan. Mana shunday. Sulxyang mana qaras, e'tibor qilsalaring, juda to'xtab qolgan. Sulxyang. Kingsbury ham ketardi, buni yurib tashladik, lekin Sulxyangimiz to'xtab qoldi. Lekin bizda Minkyang navi bor, Minkyang to'xtamasdan hosil bermoqda. Kuzatib boringlar bizni. Mana shu yerda qulupnaylar orasida pomidor haqida videolar qo'yib boraman. Nima oziqa berilgan, nima qilingan, hammasi haqida ma'lumot berib boraman.